Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ko'pchilik gibrid haqida so'rashgan. Ya'ni qurilma uchtasi bittada: GPS informator, video registrator va radar detektor. Bugungi kunda hozir O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, SNG davlatlar orasida mashhurlashayotgan, o'zini sifati bilan va narxini arzonligi bilan hammani qalbidan joy olgan ajoyib Xscan kompaniyasining qurilmalarini bugun ko'rib chiqamiz. Qo'limda hozir mana yangi gibrid turibdi. S5 Max Xscan kompaniyasidan S5 Max 4K Duo degan brend, ya'ni model demoqchi edim. Xo'p, buni imkoniyatlari 77 GHz, ya'ni shu ekin patrulli oladigan nimasi ham bor, patch antenna qo'yish imkoniyati bor va video registrator uchun alohida qo'shimcha orqa kamerani ulash возможности, ya'ni imkoniyati bor. Hozir buni biz ko'rib chiqamiz. Bu hali yangi ochilmagan. Qaysi diapazonda ishlashlarini mana bu yerda sizlarga ko'rsatib o'taman, yaqinlashtirib ko'rishingiz mumkin o'zingizlar. Дополнительный modul W diapazon 77 GHz ham oladi deyapti. Ya'ni shu Kiber Sherif, Ekin Patrul shuni oladi deb yozib qo'yibdi. K diapazon, X diapazon hammasini mana shu mana yozgan signaturalar. Rossiya, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istonda ham ishlaydi. Smart turbo rejimlari bor. Ko'rasizlar mana. Sony mana sensorlargacha bor mana. Yaponiyaniki Sony bilasizlar qaysi kompaniya 4K sifatli oladi. Prosessor haqida ma'lumot bergan. Поддержка karta do 512 GB, ya'ni 512 GB gacha. Obzor ugli esa 170 gradusgacha oladi. Bu esa o'sha radarlarni, qaysi radarlarni olishi ko'rsatilgan bo'ldi. Demak, hozir buni biz ochamiz va birgalikda ichini kompletini ko'rib chiqamiz. Men sizlarga qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman. Bismillah. Buni ochdik, xudo xolasa. Hammaga nasib qilsa bitta like bosib qo'ying. Shunaqa yaxshi qurilma, yaxshi niyat qilib like bosgan do'stlarimizga nasib qilsin. Hozir men buni ochaman. 1 daqiqa. Qurilma o'ziga yarasha og'ir, chunki original, yengil emas. Uni qo'lingizga olganingizda bilasiz. Mana shunaqa bizni hozir komplektda, demak, shuni kutib oladi. Tak. Bu qurilmani o'zi, gibridning o'zi haqiqatan massasi bor, og'ir demoqchiman. Qaranglar. Bu yerdan tranzitni pitaniya deydi. Ya'ni bu yerdan tok beriladi. 12 voltda ishlaydi, 24 voltda ham ishlaydi. Demak, mana monitori, ekrani katta. Xo'p, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Mana bular irshotkalari sovutish uchun ventilyatsiya vazifasini bajaradi, sirkulyatsiya qiladi havoni va CPL filtri bor. E'tibor beringlar, CPL filtri bor. E'tibor beringlar, ikkita lazer uchun mana bu yerda bitta, bu yerda ikkita qo'yilgan lazer uchun. Ko'rdinglar? O'sha indamas o'shalarni uzoqdan olish uchun shunaqa qilingan. Bu yerda esa mana CPL filtri bor. Endi tagida mana ko'rib turibsiz. Tagida patch antenna uchun alohida slot bor. Mana shu slotga qo'yasiz, patch antennani ekin patruli ham oladi. Juda ham zo'r imkoniyat. Hech qaysi gibridda hozir bunaqa imkoniyat yo'q bo'ldi. Keyin mana bu joyda esa motion control deydi. Ya'ni qo'l harakatini sezadigan, ovozini pasaytirib qo'yishingiz mumkin. Bitta harakat bilan ovoz o'chadi, bitta harakat bilan ovozi yonadi qayta. Bu yerdan esa o'sha micro SD deymiz, fleshka orqali zapis qilishingiz mumkin videolarni. Proshivkani ham fleshkadan qilsangiz ham bo'ladi va Wi-Fi dan qilsangiz ham bo'ladi. Bu o'zini o'zi yangilaydi. Mana shunaqa qurilma do'stlar. Ekran haqiqatan katta. Haqiqatan katta ekrani. Ya, rangli ekran demoqchiman, цветной display. Endi mana bu qismida nimalari bor ekan ko'ramiz. Bu qismida demak o'sha pitaniya, ya'ni simi. Mana bunisi
oynani oldidan sim olib kelsangiz, tarpetkadan hamma chetdan olib kelsangiz, yopishtirib qo'yasiz. Shuning ichidan sim o'tadi. Sim o'tgandan keyin buni yopishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni sim hamma tomonga yoyilib yurmasligi uchun bir tekis chiroyli turishi uchun qilingan. Ruschasiga akkuratni deymiz. Mana bu prisoskasi, ya'ni oyoqchasi, oynaga yopishtiradigan. Ikki xil oyoqcha chiqadi komplektda. Bunisi ko'pchilik bilgan o'sha prisoska, menga shunisi ma'qul. Chunki men tez-tez almashtirib turaman, joyini u yoqqa bu yoqqa qo'yib turaman. Shuning uchun menga shunisi ma'qul. Sizda esa unaqa sizda esa bir xil joyda turadigan bo'lsa, mana buni qo'yishingiz mumkin. Masalan, bu ikki tomonlama ochasiz, ikki tomonlama kley bor. Do'stlarni skoch dedi. Laboga yopishtirasiz va o'sha fiksirning joyida turadi qotib. Bunisi esa bunga e'tibor beringlar. Ikkita nimasi bor, shunaqa porti bor. Birinchisi 12 volt uchun, birinchisi tepadagisi, pastgisi esa orqa kamerani ulash uchun. Orqa kameraga ulanadi pastiga. Demak, agar orqa kamera komplektda chiqmaydi o'zi, alohida olishingiz mumkin orqa kamera. Mana bu yoqqa tushdi. Bu yerdan tok beriladi va bu yonadi. Tushundingizmi? Endi hop, bu simi bu standart sim. Hammasida bo'ladigan standart simi. Demak, buni uchida mana bu narsa nima ekanini ko'pchilik savol beryapti menga. Bu предохранитель deyiladi. Mana bu uchida turadi. Uchun burasangiz shu предохранитель chiqadi. Akkuratni sekin buraysiz. Mana joylashgan предохранитель turibdi, ko'rdinglar mana. Mana shu joyda bu nima uchun qilingan? Bu xavfsizlik uchun, sizni qurilmangizni kuydirib qo'ymasligi uchun qilingan. O'zida bitta, bu yoqda ikkita, demak sizda 3 ta bor. Va bu yoqda mana telefoningizni quvvatlash uchun, zaryadka qilish uchun mana o'qishlar mumkin mana nechi qanaqa. Ko'rdinglar? 5 volt 2 amper. Demak, qurilmada boshqa bu yoqda kitobchalari bor. Qo'llanmasi bor. Bu ham iPhone'da, ya'ni o'sha App Store'da yuklab olishingiz mumkin programmasini va Google'dan Androidlar uchun shunaqa nimalari bor. Programmalari bor. Bun darajasi ochib o'qishimni maslahat beraman. Haqiqatan ham foydali narsalar yozilgan va e'tibor bersanglar, rangli цветной qilib pechatlangan, printerdan chiqarilgan. Qanaqa ulashlargacha hatto ko'rsatib qo'yilgan. Buni elektrik do'stlarimiz bilishadi. Lekin bitta ko'rib chiqsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Juda ham zo'r. Xullas, kitobchasi mana bor. Mana saytining adreslari bor. Mana shunaqa ajoyib qurilma. Yana videolarimizda buni qanaqa yangilash haqida aytib o'tamiz. Foydali ma'lumotlar bo'lgan bo'lsa, qiziq video bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like bosib qo'ying. Bizga obuna bo'ling. Oldimizda qiziqarli videolar bor. Agarda sizga shuni ishlashi, testlar qiziq bo'lsa, albatta bizga like bosib, kommentariyada yozib qoldiring. Test so'zini yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Test deb. Men o'zim tushunaman, ya'ni test qil degan ma'noda bo'ladi. Test deb yozsangiz bo'ldi, men tushunaman o'zim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Yana videolarda ko'rishguncha hozircha g'oyibona xayrlashib qolaman.